ol. Agar buni yesang, sana obunachilaring ko'p bo'ladi. Menga ishon. Sen tanilasan. O'sha. Rahmat. Bitta olmani orqasidan odam zaharlanganini ko'rganmisizlar? Bitta olmani, qip-qizil, shirin olmani orqasidan zaharlangan odamni ko'rganmisiz? Albatta, ha. Menimcha hamma ha deb javob beradi, chunki bu Oppog'oy multfilmida, franshizada bo'lib o'tgan narsa. Mana yaqinda film ham chiqdi, shunga qaramay, ko'pchilik negativga qaramay men tomosha qildim va nihoyat tomosha qildim va bu videoda o'zim fikrimni bildirib o'taman. Qulay joylashib olinglar. Bo'lmasam boshladik. Film o'zi nimadan boshlashni bilmayman, chunki bilasizlar, o'zi men treyler ko'rgandayoq birta reaksiya bor. Reaksiya D23 ga reaksiya olgandim. O'sha yerda ilk treyler namoyish etilgan, teaser. Ana o'sha yerda meni face palm qanaqa poker face bilan ko'rganimni ko'rishinglar mumkin, qanaqa reaksiya bo'lganini. Reaksiya bo'lmadi deyarli. Filmda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Men poker face, hech qanaqa emotsiya, hissiyotsiz o'tirdim, film tomosha qildim. Taassurotlar nimadir, o'sha aytib o'taman hozir video davomida. Sizlarga hozir birinchi boshlaydigan narsam bu sujet bir xil. Multfilmda qanaqa bo'lsa, bu yerda ham xuddi shunaqa. To'g'ri, biroz o'zgarish kiritilgan. Masalan, filmning boshi, birinchi akti, lekin umuman shunaqangi zerikarli bu narsa. Hozir bo'lishi, ayniqsa qirolicha bilan bo'layotgan narsa. Ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar, baribir kimdir chetlab o'tgan bu filmni, chunki cast orqasidan bu cast. Rachel Geiser kim bo'lsa ham mayli, Shazamda o'ynagan. Shazam 2 filmida Mabudlar g'azabi. Uni ham film haqida fikr bildirganman. O'sha yerda o'sha aktrisa rolni aytib o'tganman, o'sha Oppog'oy o'ynash haqida adashmasam. Yo podkastda, yo o'sha filmda aytib o'tdim. Podkastda aytganmiz, lekin filmda aytganmanmi, yo'q bilmadim. Filmda fikrda albatta, film haqida fikr. Ana o'sha yerda aytib o'tganman. Men ham dedik, bu narsa sodir bo'ldi. Men o'ylaganim boshqa aktrisa, bu shunchaki hazil deb o'ylagandim. Gal Gadot bu yoqda uni ustiga, bittagina film qutqargan personaj. Aktrisa, personaj qanaqa ochib berilgani u. Bu yerda nima ham deyarlardik? Oppog'oy sal chuqurroq ochib berilgan. Multfilmda qanaqa bo'lsa bu yerda xuddi shunaqa deya olmayman, ancha farqi bor. Yer bilan osmonchalik farq bor. Afsuski shunaqa. Masalan, Disney oxirgi payt remakelari shunaqangi bir nima desam bo'ladi? Trash bo'lmoqda. Shunaqangi trash, axlat. Ki mana mamni boplashdi. Rusalkada ham, Ariel, Suparisida ham qop-qora aktrisani qanaqa olib qo'yishdi. Men qanaqa bilasizlar? Qanaqa reaksiya bo'lgani men bilmadim. Menimcha 99-100% odam norozi bo'lgan bu aktrisani tanlashganiga, ayniqsa Oppog'oyda ham. Chunki Oppog'oyga bir oppoqroq qiz olish kerak edi, ya'ni bug'doy rang emas. Endi qop-qora deya olmayman-ku, lekin shunisiga ham rahmat hech bo'lmasa. Lekin baribir men noroziman. Boshqa kast qilish kerak edi. Masalan, boshqa aktrisalar ham bor-ku. Nomzodlar bo'yicha bunday olib qaraydigan bo'lsak, magayna uni ustiga chiroyli bo'lsa ham mayli. Endi xunuk ham deyapman, chiroyli ham deyapman, o'rtacha. Lekin u Gal Gadotdan bab chiroy bo'yicha o'ta olmaydi. Uni nimaga Gal Gadot personaj hasad qilyapti? Bu haqida podkastda ham rosa aytdik. Umuman yarashmayapti, haqiqatga yaqin emas. Shu hasad qiladi. Oppog'oy, oyna ham bor, bilasizlar. Kim go'zallik bo'yicha eng anaqasi kim deb savol beraveradi. Eng kulgili tarafi bu 7 ga nomla bo'ldi. Sujet haqida to'xtalib o'tmayman, chunki bilasizlar, bir xil deyarli ozgina o'zgartirish kiritilgan. Ayniqsa bu yerda bilasizlar, olma yegandan keyin bilasizlar, anaqa bo'ladi, xushdan ketadi va o'lim yoqasida bo'layotgan paytda uni Shahzoda bo'sasi bilan o'zini uyg'otib oladi. To'g'rog'i, sehrdan xalos etadi. Sevgi bo'sasi
Bunga o'xshagan narsa. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa bor, lekin bu yerda o'ta shahzoda emas, qanaqadir bezori, qanaqadir qaroqchi bola. Yigit. Ular bilan bo'lgan sevgi ochib berilgani shunaqangi anaqa odam ishonmaydi. Shunga 5 daqiqa bo'lgan narsa. Film boshidan ko'rsatishdi billa, uni opog'oy qo'yib yuboring, unaqa qilmang, unaqa deb himoya qilgandek bo'ldi, bir-biriga anaqa qilib qoldi, qarab qoldi. O'qdan qutqardi bola uni. O'sha Kristofermi ismi ham esimda yo'q. O'sha qutqardimi yo'qmi? Undan keyin boshlandi love story. Mana уже boshlandi ashulalar, musical. Mayli, soundtrackga keyin to'xtalib o'taman. Bo'pti, personajlarga keldik. Mana shu personajga to'xtalib o'tdim hozir. Sujet o'sha aytganimdek, biroz farq qilsa ham oxiri. Mayli. Spoiler o'z yo'liga yetib o'ta qolaman. O'sha qirolicha hardamga yutqazadi, o'sha oynani sindirib yuboradi, jahl qilib, oynaning ichiga uni tortib ketadi. Qisqasi shu, sujet shu bilan tamom. Happy end. Yana yetmaganda oxirida oppoq kiyim kiyib olgan, yana u ajralib turibdi. Bir oppoq bo'lsa ham mayli ekan. Nimaga unda oppoq oy undan? Qora oy desa undan ko'ra. Bola undan oxirroq. Qisqasi mayli, asabiylash niyatim yo'q. Personajlar oppoq oy menga xarakter taraflama, anaqa taraflama, hech qanaqa taraflama yoqmadi. Masalan, eski kinosi bor, oppoq oy va 7 gnom qasosi deb nomlanadi, sal boshqacharoq. U yerda 7 gnomlar 3D emas, haqiqiy, bo'yi kichkina odamlar. Bilaman, u yerda grafika jaraqa rivojlanmagan, lekin shunga qaramay, ular topishgan shuncha odamni bir xil bo'yli. Nega bu yerda unaqa emas? Bor, bitta personaj bor, xuddi shunaqa bo'yli. Men o'yladim shu joyda, biling nimaga shu bo'yi kichkina odamni ishlatmagan. Bu yoqda qayerdagi 3D, umuman atmosferaga mos tushmayapti gnomlar. Aytmoqchi bo'lganim, oppoqoy xarakteri multfilmgidan ancha farq qiladi. Menga yoqmadi. Hatto uy yig'ishtirayotgan paytda ham gnomlarga berib qo'ydi. Bilasizlar, multfilmda o'zi yig'ishtirgan ashula etib, musical har doimgidek hayvonlar bilan yig'ishtirgan. Bu yerda nimaga byudjet ayashdimi yoki aktrisa dangasami? U film boshida ham ish qilgani yo'q. Umuman ish qilgan ko'rsatma. U xuddi o'zini malikadek tutdi, qanaqadir sho'ri deyman. Chunki boshida bilasizlar, malika bo'lib turib, bunaqa bo'lgandan keyin baribir shunga qaramay gnomlarga ovqat pishiradi, uyini tozalaydi, keyin uxlaydi. A bu yerda borib olishda gnomlar borishi bilan uxlayotibdi va shunaqangi odam kulgisi keladi. Hech qat yig'ishtirmagan, keyin yig'ishtirdi ular. Bardak bo'yatuvdi. Uni ham gnomlar yig'ishtirdi. U просто sipirishdi, o'zi ashula etdi, u yoqdan bu yoqqa. Yo'q. Men buni qopqog'ay tasavvur qilmagandim. Ekranizatsiyada uni ustiga. Uni ustiga yana bitta versiyasi bor. Uni sal turib aytaman, chunki u minmatda yaxshi. Video davomida aytaman, chunki hozir chalkashib ketadi. Ana fikringlar anaqa uni ustiga ko'pchilik aytadi, chalkashtirib tashlash, adashtirib tashlash. Shuning uchun keldi personaj. Gal Gadot personaj menga yoqdi. Filmda yagona yaxshi personaj deb o'ylayman, ayniqsa o'sha qirolicha. O'sha kim go'zallikda ziyod, o'sha gapi bor ish qilib, "Кто красивый всех милей?" Mana shunaqa ruschalab aytdim, men ruschasini ko'rdim. Mana shunaqa yana bitta narsa joy yoqmadi, o'ziga dori tayyorlayotganda o'sha hamma narsa tayyor, no chiqib keldi. Xuddi tayyorday, bitta anaqa unda chapay chalgan paydo bo'ladi, shunaqa narsa paydo bo'ldi o'zidan o'zi. Zelya, u multfilmda qanaqa tayyorlagan bilasizlarmi? Har xil anaqalar doriga yo'q, anaqalar qo'shib, keyin qariydi, kampirga aylanadi qisqasi. Keyin olma anaqasini tayyorlaydi. Bu yerda tayyorladi, tez bo'ldi. Uni ustiga bu yerda sahnalar shunaqangi tez, odam nimadir his qilishga ulgurmaysizlar. Nimadir his qila olmaydi odam. Emotsiyaga ham berila olmaysizlar. Maza qila olasizlar bu yerda. Hech qanaqa emotsiya yo'q film. Film bo'sh. Filmda hech qanaqa emotsiya yo'q. Bekorga emas, u Rotten Tomatoes'da ham bir 50%mi? Qisqasi o'rtacha film deb baholandi. Aytaman, Gal Gadotni maqtadi ko'pchilik, Rachel Gazelni hech kim maqtamayapti. Rachel, mayli. O'sha opog'oy o'ynagan aktrisa. Keyin uni bola esda qolmadi, u ham mayli endi opog'oy qutqarib qoldi, unaqa lyubov, love story, sevgi. Bas u shahzoda ham emas uni ustiga. Nega kerak edi? Uni ustiga uni sheriklari ham bor. Ovchi bo'pti, qora tanli bo'pti, mayli, qora tanli rasizm bo'pti. Aralashmayman. Mayli, nima bo'lsa ham eng asosiy personajlar oq bo'lsa bo'ldi.
qandoq bo'lgan bo'lsa, oldin shundoq qoldirgan bo'lsa bo'ldi demoqchi edim. No, bu yerda o'zgartirish kiritilgan baribir. Keyin mayli, personajlar dekoratsiyaga keyin kelamiz. Shu, bola esda qolmadi unchalik, arkasi yo'q, hech qanaqa personajlarni arkasini yakunlaydigan. Shunchaki bor bo'ldi. Shu, film ham shunaqa bor bo'ldi, shuning uchun kerak. Chunki borligi uchun, shunki mana biz chiqarganmiz shunaqa film. Xuddi Super Issa va Arielga o'xshab. Bu ham shunchaki ilmoqchi uchun kerak. Bu ham shunaqa ilmoqchi uchun. Tipa bizada opog'oyi remake bor. Oxirgi payt o'zi hamma narsa remake bo'lib ketadi, masalan. Lilo va Stitch, mayli. Manaqa ajdarho o'rgatuvchilar normalga o'xshaydi. Hozircha mana yozda chiqadi, uni ham ko'ramiz. Qanaqa o'xshatishadimi, yo'qmi? Personajlarda mayli, boshqa to'xtalmayman, bo'ldi, eng kerakli 3 ta personaj. Yana kimlar bor? O'sha ikkinchi plandagi personajlar bor. Shunaqangi cringe, shunaqangi bachkana yumor menga yoqmadi umuman. Yumor. Musical kelamiz, soundtrack yaxshi. Mana opog'oy olmani bo'lgandan keyin o'lyot uyqu paytida sehr anaqa paytda deyarli o'layotgan paytda o'sha soundtrack bor. Biroz emotsiyaga berildi odam, uni ustiga Qaysar 7 gunomlar orasidagi Qaysar personaj, lekin unda faqat bitta emotsiya, umuman emotsiyaga berilmaydi, faqat animatorlar eringan, prosta shunchaki mashina turganini qo'yib qo'yishgan bo'ldi. Umuman boshqacha emotsiya yo'q. Unda masalan qolganda ham soqov oxirida hayron qoldirdi, lekin o'sha 7 gunomlar ham masalan, ular cringe, umuman emotsiya yo'q, faqat facepalm cringe man oldim filmdan, boshqa hech nima olganim yo'q. Cringe bachkana, yumor umuman multfilmda qiziqroq edi. Ularning yumori, anaqasi dialogi shaxda ham kam ko'rsatildi. Nomiga prosta o'tda qancha ko'p ko'rsatilgan shaxdan qanaqa ko'rlashayotgani, olmoslarni olishayotgani yo'q, bitta ozgina nomiga aytganda qisqa kadrlar. Shu, hammasi o'sha kanon, lekin 3D. Umuman okrujeniyga anaqaga mos emas, atmosferaga mos emas deganim bu tusholmayapti ular, xuddi yo'qdek ular. Shunchaki qo'yib qo'yilgan. Rostakamga haqiqatga yaqin emas. Mana soqov oxirida gapirgani meni hayron qoldirdi. Bu narsa hech g'ayrioddiy burilish bo'ldi deb o'ylayman ko'pchilik uchun, ki boshqa opog'oy proyektlarda unaqa narsa bo'lmagan. O'ta gapirdi, unaqa. Shu 7 glomlar haqida umuman men fikr bildira olmayman. Shu ular umuman facepalm bo'ldi, umuman boshqa fikr yo'q ular bo'yicha. Shu yana effektlar ili dekoratsiyaga keladigan bo'lsak, dekoratsiyalar oddiy, xuddi Netflix yoki Disney Plus uchun qilingan. O'zicha bu kinoteatr uchun emas, Disney Plus uchun qilganda mayli, xuddi Pinokyoga o'xshab. Streaming servis uchun odamlar ko'radi, bo'ldi, ok, normalniy. Acha Pinokyoda ham muammo bor. O'ta feya qora edi. Qora emas, o'zi sari sochli, bitta oppoq chiroyli anaqa bo'lish kerak edi. Animatsiyada shunaqa edi. O'ta feyani qora qilib qo'yishgan. Bu yerda nima? Bu streaming uchun xuddi qanaqadir. Uni ustiga rejissor bilasizlarmi kim? Topinglar. Hamma ham bilmasa kerak. O'rgimchak odam filmini olgan. Andrew Garfield O'rgimchak odami, ajoyib O'rgimchak odam olgan. Mark Webb. Voy. Bilmas. Tushunmayapman. Mark Webb nimalar qilib qo'ydi? Nimaga bu rejissorlik qildingman tushunmayapman. Bu trash. Nimaga bu? Yo'q, uni qo'li borligi bilinadi, bir xil dekoratsiya harakat qilgan, o'z qo'li bilan qilgan hamma dekoratsiya, lekin baribir sun'iy bilinmayapti. Grafika bilan dekoratsiyali ana joylari bilingan, farqi bor. Quyosh tushmayapti, uni ustiga uyi, ayniqsa 7 gunomlarning uyi masalan. Mayli, hech bo'lmaganda grafika bo'lmagani ham yaxshi, sal naturalni bo'ldi. Bir ikkita joylar sal spektaklga o'xshaydi, daraxtlar orasida kirib ketayotgan joyi, opog'oy o'sha joylar sal yoqmadi. Qisqasi shu, arzon, qanaqadir byudjet kam film deb o'ylayman. O'rtacha men hatto past baholadim, qisqasi. Nima yandirdim? Undan 2018 chiqqan Qizil boshmoq va 7 gnom. Shunaqa nomlanardi, adashmasam, yo opog'oyga parodiya, shunga o'xshash. U yerda ancha ma'no bor edi, qiziqroq edi. Uni bilaman, Disney qilmagan, animatsiya, lekin umuman yaxshi. Opog'oy o'tda yoqimli, o'tda ikki xil
ko'rinishga ega bo'lsa-da, chunki bilasizlar, o'ta sal boshqacharoq syujet, o'ta u semiz bo'ladi, boshmoq kiygandan keyin chiroyli qiz bo'lib qoladi. Uning ustiga u boshmoq olmadan chiqib kelgan. Ironiya. O'shani qirolicha olmoqchi bo'ladi, o'zini yoshligini qaytarish uchun. Vot, ko'rasizlarmi, qanaqa bir-bir bilan bog'liqlik bor. Uni opog'ayga yetish uchun qanaqadir bog'liqlik. Bu yerda shunchaki chiroy u ko'ra olmaydi, shu chiroy u va eng chiroylisi bo'lishi kerak, unaqa bo'lishi kerak. Oxirida uni qanab yutishgani u вообще cringe. Multfilmda boshqacha. O'ttiga ancha qiziq. Uning ustiga 7 gnomlar sal boshqacharoq. Ular odam o'zasidan shunchaki 7 gnomga aylantirib qo'yishgan xolos. Bu yerda masalan chiroy muhim emas, muhimi qalb, yurak chiroyli bo'lishi kerak. Shunaqa ma'noda anaqa ko'rsatib berilgan. 2018-yildagida multfilmga shunaqa anaqa berish, ma'noli qilib ko'rsatish men ancha zo'r deb o'ylayman. Chunki film prosta vaqt ketgani qoldi. Xronometraj 1,5 soat. Lekin yomon cho'zildi, shu 1,5 soat bo'lsa ham, yomon ham cho'zildi. Qisqasi, filmni eshitma kutmagan ma'qul. Faqat aytganimiz soundtrack, boya soundtrack aytayotganda chalg'idim. Boshida bir ikkita ashula aytildi, musical, o'sha sal yoqdi, oxirida o'sha yangradi, o'sha xor bo'lib yetishgani sal yaxshi aytilgan. Qolgan joylarda ashula original olingan yoki o'zlari qilishgan, lekin esda qolmadi, umuman yoqmadi menga. Chunki vaqt cho'zish uchun, xronometraj cho'zish uchun kerak edi. Ayniqsa bolani yaxshi ko'rib qolgan paytda opog'ay ashula aytgani, o'tda ham rosa cho'zib yuborilgan. Umuman o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi. Shunchaki kerak emas. Qisqasi men 2 ball qo'ydim. 2 10 ichida 2. Umuman yoqmadi. Oxirgi marta bilmayman qaysi filmga 2 ball qo'yganimni. Menimcha Madame Webga qo'yganman shekilli. Madame Web Joker 2 filmi. Haqida video qilmaganman, shunchaki post tashlaganman xolos. Bas shu film haqida fikrim. Agar yaxshi film ko'rmoqchi bo'lsanglar, o'sha eski chiqqan variantini ko'ringlar yoki menmi Qizil boshmoqcha va 7 gnom multfilm ko'rib qo'yinglar. O'sha ancha qiziq. U otasini ham qidiradi, arka bor, otasi tirik. Bu yerda otasini qidiradi-yu, otasi tirik emas. Uning ustiga esdan ham chiqarib qo'yadi bir xilda. U shunaqa narsaki, uning ustiga aktyorlar umuman yaxshi o'ynay olmayapti bu yerda rol. Nobaga o'ynagan, bilaman, gonorar kam olgan. Bu yerda faqat harakat qilgan Gal Gadot obrazga tushdi bo'ldi. Gal Gadot obrazga tushdi. Rachel Weisz umuman tushmadi. Umuman o'ynamayapti, normal rol. O'q tegib ketdi bolaga. Bo'lmadi, umuman unaqa reaksiya bo'lmadi. Jonathan. Men bolaning ismini esladim, ko'rdinglarmi? Sahnani esladim, ismi esimga keldi. Jonathan bo'ldi. Unaqa emotsiyaga berilmadi. U qani bo'tdi anaqa. Uning ustiga ozgina aytganimni Mark Webb qo'li bor, operatorlik ishi bir xilda yaxshi. Aytganda Tinchkir o'rgimchak odam haqida film olgan ma'qul. Qisqasi, nimaga oldi bu filmni? Nimaga? Do'stlar, men nima qilish bilmayman hozir. Shunaqa anaqa tashishda bor-u. Bekorga 1,5 soat vaqtim ketdi. Umrimni araqib qo'ydi. U ko'rmasam ham bo'lar ekan-da. O'zimni o'yladim, nimaga yomon ko'radi shunchalik bir film. Qisqasi shu 2 ball qo'ydim, mayli. Sizlar vaqtingizni olish niyatim yo'q. Qisqa qilmoqchi edim, tahlil uchun cho'zilib ketdi. Mayli, nima hamdirda, agar film yoqdimi sizlarga yo'q, bilaman yoqmagan, balkim yoqqandir. Lekin menga yoqmadi. Umuman yoqmadi. Kanalga obuna bo'lib, like bosing, qo'ng'iroq tugmasini bosing, boshqa videolarni o'tkazib bo'lmasligi uchun bu Studios kanali edi. Xayr, salomat bo'ling.